Assalomu alaykum qadrdonlar, yaxshimisizlar? Mana hozir biz mana shunday qora egiluvchan plitkalar chiqaryapmiz. Bu sokol uchun. Bu material devorga o'zini joyiga yopishgandan keyin uni ham ko'rsatamiz. Mana shunday holatda natijaga erishamiz. Xudo xolasa mana shunday oq tarkibida bunday qora granit toshga o'xshaydi. Shu o'rinda egiluvchan plitkani o'zi aslida bir nechta zo'r xususiyatlari bor. Shulardan bittasini aytib o'tmoqchiman. Bu materialni devorga yopishgandan keyin ko'chib tushish ehtimoli juda kamligi. Ya'ni juda ko'p joylarda ko'ramiz, devorlarda, ana shu sokollarda bo'ladimi, ba'zi binolarda yuqorisigacha ham toshlar bilan, plitkalar bilan, kafellar bilan обшивка qilib qo'yishadi, yopishtirib chiqishadi. Ba'zi joylarda 1 yildan keyin, ba'zi joylarda 2-3 yillardan keyin o'sha plitkalar ko'chib tushib ketib qoladi. Shunchaki joyidan ko'chadi, tushib ketadi, sinib qoladi, mana shunday holatlar. Endi bunga sabab asosan ob-havoning bizda keskin o'zgarishi. Orqasida kondensat to'planadi. Buni o'zgarishi sabablari bor. Shulardan asosiysi mana shu materialda orqasidagi bog'lovchi kleysi muzlaydi, o'zini kuchini yo'qotadi va natijada plitka o'zini og'irligi yana qo'shimcha bo'ladi, ko'chib tushib ketib qoladi. Aynan mana shu muammo egiluvchan plitkalar mana shu kamchilikdan xoli. Chunki sababi birinchidan materialni o'zi yengil va bunga ishlatiladigan kley, akriloviy kley, bu polimer kley. Ya'ni oddiy qilib aytganda plastmassa bo'ladi. O'ta kuchli bog'lovchilik xususiyatga ega bo'lganligi uchun material devorga o'ziga juda ham yaxshi yopishib turadi va ya'ni uzoq muddat xizmat qiladi. Ob-havoni keskin o'zgarish holatlaridan umuman qo'rqmaydi va shuni hisobiga materialni xizmat qilish muddati juda uzoq bo'ladi. Boshqa afzalliklari ham bor, bu haqda yana gaplashamiz. Mana shunaqa gaplar. Agar fasad qilayotgan bo'lsangiz, egiluvchan plitkalarga albatta qiziqing. Albatta so'rab surishtiring, foydalaning. Tavsiya qilamiz, yaxshi material. Sog' bo'ling.